Ko'pchilik savol beradi. Qurbonlikka qanaqa qo'y so'ysam ekan? Qurbonlikka qanaqa qo'y so'ysam ekan deb ko'pchilik musulmonlar savol beradi. Ayniqsa ko'pincha shu javobga, shu savolga javob o'g'lingizni, farzandingizni qay darajada yaxshi ko'rsangiz, shu darajadagi qo'yni olib so'ying. Chunki Alloh sizdan farzandingizni jonini emas, jonlik so'rayapti. Jonlik so'ying, xohlasangiz qo'yni go'shtini xolodilnigingizga qo'yib qo'yib, xohlasangiz 1 oy, xohlasangiz 2 oy yeng. Lekin jonlik chiqaring qurbonlikda. Allohim bir-birini qilgan gunohlaringizni kechirsin, ikki dunyoda o'zi aziz qilib, qurbonlik tilagan bandalari qatorida qilsin. Allohu akbar.